Hammaga salom bo'lasizlar. Men yana shuni aytib qo'yay. Obunachilar bizning yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar, bugungi video roligimizda yana o'sha qishloq sarguzashtlarini davom ettiramiz. Va bugun men bankka o'g'irlikka tushaman. Sizlar noto'g'ri eshitmadinglar bolalar. Bugungi videoda men bankka o'g'irlikka tushaman. Aytgancha eski kanalimni sotib yubordim, ya'ni Shonazarov MC kanalimni sotdim va yangi videolar endi bu kanalda chiqadi. Hozirroq bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir bo'lsa men ikkita огородni o'rib olishim kerak. Xo'p, mana ko'rayotganinglarda shkafimda kerakli narsalar turibdi bankka o'g'irlikka tushishga. Haliroq sizlarga bu narsalarni ko'rsataman va bank qattaligini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, hozir bo'lsa men bilan olamiz va mana yo suvga tushib ketganlarni ham oxirida olamiz. Va endi hozir bu yoqqa ekdik. Bu yoqqa ham ekib chiqishimiz kerak. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Va bu yoqdan olamiz. Yaxshi. Endi bu огородga o'tamiz va bu огородda ham hosillarni olamiz. Xo'p, qani. Tak, yaxshi. Xo'p, qani bu огородimizdan ham hosillarni olib olamiz. Xo'p, yaxshi. Va bo'ldi. Endi bo'lsa obunachilar, hozir biza merga borib bu hosillarni topshirishimiz kerak. Naryoqda bo'lsa uzum market. Aytgancha bola bu огородda ham mer menga topshirdi, sababi bu огород o'z qo'shnimnikida, qo'shnim uzum marketga ishga kirib ketdi. Shu uchun bu огород ham menga qoldi, lekin men ko'proq oylay olaman. Shunaqa gaplar. Aytgancha bo'ldi, pastdagi hamma kanallarga obuna qo'yish esingizdan chiqmasin, обязательно. Xo'p, hozir men bilan hisob qo'yishim kerak. Endi biz hozir merni oldiga kirib chiqishim kerak. Assalomu alaykum ber, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, aytma, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, hisobotni topshirgan keldim. Anchagina polizdan hosilli chiqdi. Aha. Oyligimni keyin ko'proq berasiz? Aha. Ko'proq berasizmi? Ha, albatta, yaxshilasang ko'paytiraveraman. Mayli, unda sizga mer rahmat, sizga ham vaqtingiz olmay ortiqcha. Mayli, aytgancha mana bu yerda bank ochilibdi. Ha. Okey, yaxshi. Xo'p, mer ko'ziga yaxshi ko'rinib oldi ertalabdan. Endi bo'lsa sizlarga bankni ko'rsataman. Mana bolalar, bu yerda bank. Xo'p, bu yerda ikkita golem va ikkita askar. Assalomu alaykum. Tak. Ko'ramiz. Xo'p, hozir ko'ringlar bolalar. Bu yerda короче, men sizga aytib o'tsam, bu yerda kredit berishadi va bu yerda o'zingizlarning pulinglarni saqlash uchun seyfga qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, $100 qo'ysanglar, 5 oydan keyin $200 bo'ladi. $400 qo'ysanglar, $800. 2 barobar ko'payadi 5 oydan keyin. Mana bu xonada bo'lsa seyf bor. Hozir men sizga ko'rsatib o'taman buni. Bugun bolalar mana shu bankka o'g'irlikka tushamiz. Xo'p, qaramayaptimi? Mana bolalar ko'rayotganlar, u yaxshi qaramayapti. Bugun biz bolalar mana shu bankka o'g'irlikka tushamiz. Shu uchun videoga hozirdanoq like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'p. Endi bo'lsa sekin bu yoqdan chiqib ketsak ham bo'laveradi. Shunaqa gaplar. Xo'p, men bunga yaxshi ko'rinib qo'yay. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima yordam kerak? Aka, bu bank kimni nomida? Bu bank janob Berdi nomida. Nimaga duduqlanyapsiz, aka? Endi men bunda joyga ishga kirishni necha yil orzu qildim. Ukam, sen ko'p gapirmasa uyingga sursang sur, yoki pul qo'ysang qo'y. Bo'lmasa hozir chapaloq tortib yuboraman. Voy, normalni gaplashuringlar. Meni yaxshi gapim shu. Yo'q. Shu qo'yganingizga ham o'g'irlikka tushmasdan qo'ymayman bu bankka. Bu bankka endi shu gapidan keyin ham aniq o'g'irlikka tushaman. Nimaga duduqlanayotganini so'rasam ham o'zidan ketib anaqa qotdi. Men bu yerdan narvonda chiqib olamiz va bo'ldi. Xudo xolasa bolalar, bugun inshaalloh shu bankka o'g'irlikka tushamiz. Xullas shunaqa gaplar. Hozir bo'lsa endi sekin uyga borsam ham bo'lardi. Atak yaxshi. Ha, mayli, hozir sekin
uyga borishimiz kerak. Xo'p, va nihoyat uyga ham kelib qoldim-da. Endi bo'lsa, maqsam ekan. Yaxshisi, mayli, azincha kompyuterda o'tiraman. Mana bu yerda narsalar bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerdagi narsalar orqali biz bankorlikka tushsak bo'laveradi. Shunaqa gaplar. Ha, mayli, men sekin unda kompyuterga o'tiraman. Hop, yaxshi. Normalniy. Aha. Yaxshi. Odam ham charchab ketdi kompyuterdan. Kecham tushib ketdi shekilli. Endi bo'lsa bolalar, obunachilar bizni o'g'irlikka tushsak ham bo'laveradi. Chunki уже ham uyga kirib tarqalib ketgan. Telefonimizni bo'lsa olmaymiz. Chunki o'zim zapal qilib qo'ymasligim kerak. Xo'p, hozir bu odam bizga kerakli bo'ladigan narsalarni olaman va men sizlarga bugun nimalar qilishimizni ko'rsataman bu narsada yordamida. Xo'p, qaranglar, men bu kirka yordamida buziladigan bloklarni buzaman va u yaxshi ko'rmadi. Men bu notebook yordamida ko'rmayapti yaxshi. Men bu notebook yordamida men seyfni buzaman desam bo'ladi-da. Men bu narsa yordamida bu server bu orqali bu ham o'sha seyflarni buzishga kerak bo'ladigan narsa. Men bu taxta bo'lsa kerak bo'lib qoladi dedim. Narvonni ko'ryapsiz nima ishlatayotganimni. Stol bo'lsa shu notebook bilan serverni bitta joyga qo'yib qo'yishga. Mayli, hozir ko'p gapirmasdan tezroq chiqib olishimiz kerak. De. Hop, hozir shu qatdan tushsam ekan. Hop. Bu yoqdan kirish bo'lsa, demak, hop. Menimcha-chi. Voy, bu yoqdan emas. Aniq bu yoqdan tushmaymiz. Shu yoqdan tushsam bo'laveradi. Tak, bo'ldi. Yaxshi. Endi bo'lsa bo'ldi. Hozir sekin bu yoqdan narsalarni olishimiz kerak. Mana bu oltinlar qaranglar, bolalar o'rnatchilar. Ko'zlarimga ishonmayapman. Bu tushma yo unga ajrata olmayapman, to'g'risi bo'ldi. Xo'p, hozir bo'lsa men bularni olamiz tez. Yaxshi. Va bo'ldi. Xo'p, bu yoqdan ham olamiz. Aha, yaxshi. Va bu yoqdagilarni ham olamiz. Aha. Va bo'ldi. Endi bo'lsa sekin mana bu stolni bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi. Mana shu 4 ta seyfni biz ham qolganlarini pulni bizga kerak emas. Xo'p, qani avtomatiski. Mana ulandi уже notebook. Ayo, bo'ldi. Yoniga qo'ysa уже mana bu antenna orqali уже topib bo'ladigan seyf parolni. Yaxshi. Demak, buni hozir bizga qilishimiz anchagina oson bo'ladi. Xo'p, qani buni ham ulaymiz. Yaxshi, bittada topdi parolni. Gap so'z bo'lishi mumkin emas bo'ldi. Qolgan ikkita seyfga ham o'z parolni topishimiz kerak. Tak, yaxshi. Bo'ldi. Normalniy, hop, antennalar o'tdi, normalniy hammasi chotki. Hop, bo'ldi, hammasi ulandi. Endi hop. Parol, show password. Bo'ldi. Parolni topdik. Endi bo'lsa hozir bularni olib tashlasak ham bo'ladi. Paroli 3253 ekan. 3253. Hop, qani? 3253. Hop. Yo, bo'ldi. Nimasi bu? Hop, yaxshi. Olamiz. Buni ham olamiz. Endi bo'lsa hozir men bilan ham olamiz va bu yoqdan tez turishimiz kerak bo'laveradi. Ol. Hop, yaxshi. Buni ham olamiz. Yo'q, bo'ldi, politsiyaskilar ovozi eshitilyapti.
tezroq bu yoqdan ketmasak bo'lmaydi aniq. Xo'p, bu yoqqa narvon qo'yaman, bu yoqqa ham va sekin shunaqa qilib tepaga chiqib ketaman hozir. Tezlash. Bol. Tutib olmasin meni. Tutilib qolsam lekin yomon bo'ladi. Aniq yomon bo'lishi aniq. Yokida qamab yuborishadi, yokida shtraf to'lashim aniq. Shtraf ham kichkina summa bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozir bo'lsa sразу uyga ketishim kerak. Xo'p. Hozir tezroq uyga ketishim kerak. Bolalar obunachilar. Tezlash. Hech kim ko'rib qolmasin shikilib meni. Xo'p. Yaxshi. O'tiramiz. Bo'ldi. Kir. Uyga kirishimiz kerak. Prosta kirishimiz kerak uyga. Xo'p, hozir men pastga tushib narsani bekitib qo'yaman. Mana bu yerda adashmasam sandig'im bor edi mana. Eski o'g'irlagan narsalarimni ham masjidga berib ketgandim. Xo'p. Mana bu yerda eski narsalar turibdi. Xo'p, bularni ham bekitib qo'yaman. Va bo'ldi. Mamnun qo'yamiz. Men pullar ham bizga kerak emas hozir. Chunki bilan bekitib qo'ymasak, keyin bizdan ko'rishligisi aniq. Hozir bo'lsa tepaga chiqib, jimgina yotib uxlayman. Ertalab ham bo'pti. Mayli. Voy, ertalabda yana kim taqalab turibdi eshigimni? Mazza qilib uxlab yotgan joyimda yana asabimga o'ynashyapti. Kim bu? Tushunmadim. Mayli, oching eshikni. Politsiyskimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Daytboy. Siz biz bilan mahkamaga ketishingiz kerak.